Oldingi videolarimizda aytib o'tgandek, ovulyatsiya kunida aloqa qilish kerak deb. Ya'ni ovulyatsiya kunini qanday bilamiz? Doktorga chiqa olmasam, uy sharoitida uni qandaydir aniqlash mumkinmi deb ko'p savol beriladi. Albatta mumkin. Birinchisi, qorin pastida similuvchi og'riqlar bo'ladi va o'sha similuvchi og'riqlar bo'lgan vaqtda ostingizdan shilimshiq, ya'ni pishmagan tuxmoqiga o'xshagan ajranmalar keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ovulyatsiyani termometr orqali aniqlash mumkin. Ya'ni gradusnik, iste'molchi degan gradusnikda aniqlanadi orqa peshobda va bunda gradusnikda ko'rsatkichi 37, 37,1 yoki 37,2 ni ko'rsatadi, demak sizda ovulyatsiya bo'lgan. Uchinchisi esa ovulyatsiyani uy sharoitida ovulyatsiya testi orqali aniqlasa bo'ladi. Ya'ni xuddiki homiladorlik testini qanday amalga oshirilsa, ovulyatsiya testini ham siydik tahliliga shunday botirilgan holatda qo'yib turiladi va ikkinchi zig'i to'qlashganda demak ovulyatsiya bo'lganligini belgisi. Va asosiysi o'zida folikulometriya qildirib, hayzi 13 yoki 14 kun o'ziga tushib qo'ying va sariq tana hosil bo'ldimi, sizda 100% ovulyatsiya bo'lgan.